Assalomu alaykum barchaga. Interior dizayn sohasida va boshqa dizayn sohalarida ishlagan paytda faqatgina dizaynni ko'ribgina emas, balki his qilibgina ham chizish kerak bo'ladi. Ya'ni bunga misol qilib, bugungi mavzu tarket polni olsak bo'ladi. Tarket pol haqida xudo xolisa bugun ma'lumot olasizlar, qo'ldan kelgancha xudo xolisa ma'lumot olsanglar bo'ladi. Ushbu videoda ko'rsanglar bo'ladi. Tarket pol qo'yishdan oldin birinchi bo'lib podloshkadan foydalaniladi. Podloshka yozilgandan keyin uni ustidan tarket polimiz birinma-ketin taxlab boriladi. Taxlashi ham bu video davomida ko'rsanglar bo'ladi. Bir chekkadan boshlab taxlanib keladi xudo xolisa. Ruschasiga aytganda stiklari birga bir kelmaydi. Stiklarni birga bir qilmaslikdan asosiy maqsad, ya'ni bitta tarket polni yarmidan bu yog'iga yarmiga qilib bir-biriga ulab g'ish singari zigzag qilib ketilinadi. G'ish singari zigzag qilinishidan maqsad tarket polni bir-birini ushlab qolish maqsadida. Ikkita odam ko'rishganda qo'l bir-biriga jipshlashgani singari, xuddi shunaqa tarket pol ham bir-biriga bog'lanib, xuddi shunaqa taxlanib boriladi. Dizayn qilayotganda dizaynda shunchaki berib keturasizlar materialni, lekin qanaqa qilib ishlatilinadi, bu nimadan qilinadi, nima materialdan qilinadi, bu tarketni qo'yilish qanaqa bo'ladi, ularni ham bilsanglar, xudo xolisa dizayn qilayotganda his qilib chizish baribir ko'proq bilimli inson sifatida ishlaysizlar xudo xolisa. Mana birinma-ketin qo'yib boriladi, bir chekkadan qo'yib, boya aytganimdek bir-biriga zigzag qilib boriladi. Shu bir-birini ushlash maqsadida xudo xolisa. Mana birinma-ketin ma'lum bir miqdorda stikdan qochirgan holatda bir-biriga ulab chiqilyapti xudo xolisa. Xuddi shu tartibda bemalol qilsanglar bo'ladi. Aynan ya'ni o'rtaga bo'lish shart emas. Tarket polni xudo xolisa. Tarket polni yana bitta vazifasi bor, u chiroy uchun ham qo'yiladi. Birinchi o'rinda sifat, ikkinchi o'rinda chiroy ham turadi xudo xolisa. Tarketda ham har xil turlilari mavjud. Ushbu videoda ko'rsanglar bo'ladi. Opisaniyada akkaunt qoldiraman, Telegram sahifa orqali bemalol bog'lansanglar bo'ladi xudo xolisa. Har xil turdagi tarket pollarni ushbu videoda qo'yib ketyapman, xudo xolisa ko'rsanglar bo'ladi. Har xil tarket pollar mavjud. Xuddi shulardan bemalol foydalansanglar bo'ladi. O'zimizning mavzuga qaytamiz. Tarket pol qo'yish jarayoni. Podloshka qo'yilgandan keyin ustidan mana tarket polimiz birinma-ketin taxlab boriladi xudo xolisa. Yetmagan joyiga, devor qismiga kichkina qilib ulab ketsanglar bo'ladi. Eng muhim joylardan bittasi g'ish singari taxlash kerak bo'ladi. Buni qimirlab ketmasligi uchun xudo xolisa. Xuddi shunaqa foydalansanglar bo'ladi. Sizlar buni temir bolg'ada emas, balki rezinka bolg'ada bemalol urib to'g'irlab ishlatsanglar bo'ladi. Urish jarayoni qaysi tarafda bo'ladi? Bir-biriga ulash jarayonida agar qo'lingizlar og'riydigan bo'lsa, shunaqa vaziyatlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol rezina bolg'a orqali bemalol foydalansanglar bo'ladi xudo xolisa. Tarket pol asosan to'pli polga qo'yiladi. To'pli polga qo'yilishdan asosiy maqsad linonim o'zidan, ya'ni past qismdan, pol qismdan, betondan, issiqlik linonimdan kamroq o'tgani hisobiga tarket pol asosan to'pli polga ishlatiladi. To'pli pol ruscha qilib aytganda to'pli pol deyiladi xudo xolisa. Mana xuddi shunaqa kesish moslamalaridan ham bemalol foydalansanglar bo'ladi xudo xolisa. Qo'lda ikkilanib ketmaysizlar xudo xolisa. Xuddi shunaqa ishlatib, albatta plintus qo'ysanglar xudo xolisa dizayninglarni ko'rkiga yana ko'rk qo'shasizlar xudo xolisa. Ko'pchilik hozir dizaynni yangi boshlaganlar va o'rganayotganlar ko'pchilik hozirda shunchaki chizib qo'yishadi, lekin nimadan kelib chiqadi, qanaqa bo'ladi bu, konstruksiyasi qanaqa, o'zi shuni qilsa bo'ladimi degan fikr kamroq bo'lgani uchun xatolar ko'p bo'ladi. Shuning uchun bu video lavha tarket haqida xudo xolis keyingi videolarda dizaynerlar obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ya'ni bundan kerakliroq mavzular haqida gaplashamiz. Ya'ni eshik mavzusi bor, deraza mavzusi bor, konditsioner joylashtirish mavzusi bor. Undan tashqari nimaga asoslangan holda chiroq qo'yiladi, chiroqlar qayerga qo'yiladi, shular haqida ham xudo xolisa batafsil ma'lumot olib ketasizlar. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar, xudo xolis qo'ng'iroqchani bossanglar, keyingi videoni o'tkazib olmaysizlar. Va ushbu tarketlarni real hayotda ko'rish uchun va sotib olish uchun bemalol Telegram sahifa orqali bog'lansanglar bo'ladi. Pastda link qoldiraman, bemalol o'tib olsanglar bo'ladi xudo xolisa. Keyin dizayn qilishda real hayotga asoslangan holda qilishga yana bitta misol, bozor aylanish. Sizlar qilmoqchi bo'lgan dizayndagi tovar haqiqatda bormi? O'zbekistonda bormi? Ya'ni har xil mijoz bo'ladi. Bir xil mijozlar O'zbekistonda bor tovardan foydalangan holatda qilib
deydigan mijozlar bor. Ba'zilar Xitoy mahsuloti bo'lsa ham olib keltiraman, mana shu mahsulotdan qilasan deb, hatto o'zlisi materialni aytishadi. Men materiallardan bo'ladi deb dizaynga moslab berdim. Har xil mijozlar bor, shu mijozni talabiga qarab ishlayverasizlar, lekin bo'sh qoldinglarmi, bozor aylaninglar yoki internet orqali yangi dizaynlarni ma'lumot olsanglar, xudo xolisa maqsadga muvofiq. Hozir ko'pchilik ijtimoiy tarmoqda, ya'ni tarketchi pol qiladiganlar ham video qilib joylab borishadi. Deraza firmalari ham, ya'ni Akfa ham yangi chiqqan tovarini reklama qilib borishadi. Ijtimoiy tarmoq orqali ham bemalol bu ma'lumotlardan boxabar bo'lsanglar bo'ladi, xudo xolisa. Hozirda zamon rivojlangani uchun. Mana bu avvalgi holati, beton holati, ya'ni buni topli pol deb hisoblaymiz, topli pol. Mana bu hozirgi holati, padloshka qo'yilib, ustidan tarket qo'yilgan holat, xudo xolisa. Xuddi shu tartibda qo'yiladi tarket pol. Bu ma'lumotni bilib olganinglar yaxshi, xudo xolisa dizayn qilish davomida qanaqa qilib kelib chiqqan, mijozga ham tushuntirib berasizlar. Nima maqsadda tarket qildinglar? Tegi topli pol bo'lgani uchun tarket qildim. Tarket yaxshiroq isitib beradi va linonimdan farqlari bor deb tushuntirib bera olishinglar uchun ham xudo xolisa bu ma'lumotni saqlab olsanglar bo'ladi, xudo xolisa. Ma'lumot qiziq bo'lgan bo'lsa, o'zingizlarga saqlab qo'yib, xudo xolisa dizayn yo'nalishi bo'yicha va shu yo'nalish bo'yicha yanada rivojlanish maqsadida bo'lgan tanishinglarga bemalol videoni jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Agar sizlarda bundan ko'proq ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, bemalol fikringlarni yozib qoldirsanglar bo'ladi, xudo xolisa. Ushbu tarket pollarni xarid qilmoqchi bo'lsanglar, bemalol Telegram sahifa orqali opisaniyadagi akkauntga bemalol bog'lansanglar bo'ladi, xudo xolisa. Shu akkaunt orqali plus belgisini yoki tarket pol uchun deb yozsanglar, xudo xolisa, har xil variantdagi tarket pollarni ko'rsatib sizlarga xudo xolisa taqdim qilinadi, xudo xolisa. Ko'rib tursanglar bo'ladi. Videoda ham har xil tarket pollar mavjud. Plintusi ham har xil ranglilari, har xil turlari, MDF plintuslar bor va undan tashqari plastik plintuslar bor. O'ziga yarasha narxlari o'zgarib boradi va narx ko'tarilgan sari chiroyi ham o'ziga yarasha oshib boradi, xudo xolisa. Xuddi shunaqa xizmatli kerak bo'lsa, bemalol bog'lansanglar bo'ladi pastdagi akkaunt orqali. Hammaga rahmat, ajratgan vaqtingizga rozi bo'linglar.